Assalomu alaykum pazanda uy bekalarim. Bugun sizlar bilan qishki uzun barglarni bankalarga yopamiz. Barglarni tog'orachaga solamiz. Tog'orachamiz ustiga qaynab turgan suvni quyib olamiz. Barglarni olishimiz uchun. Oldindan tayyorlab olgan bankalarimizga barglarimizni mana shu tarzda buklab solamiz. Unga endi 2 qoshiq tuz solamiz. Qaynab turgan issiq tuz solamiz. Bankani berkitamiz. Bizning oilamizga eng ma'qul kelgani mana shu bankaga tuzlangani bo'lgani uchun sizlarga ham ilindim.